Sen men erkinman deb o'ylaysan, to'g'rimi? Telefoning bor, interneting bor, ishing bor, diploming ham bor, hattoki tanloving ham bor. Lekin o'ylab ko'rchi, bu haqiqiy erkinlikmi yoki yolg'on? Ular boylar, siyosatchilar, mashhurlar bir kechada yuzlab, millionlab dollar topishadi. Sen esa butun umr mehnat qilib buncha pul topa olmaysan, hattoki tasavvur ham qila olmasligi mumkin. Masalan, Elon Musk bir kunda 90 million dollar ishlab topadi. Bir kunda bitta odam 90 million dollar. Tasavvur qilyapsanmi? Sen esa butun hayotingni sarflab faqat bir uyning ipotekasini yopishing mumkin. Bu adolatdan emas, to'g'rimi? Lekin gap adolatda ham emas-da. Bu tizim sen ko'rmaydigan, sendan yashirilgan, ichingga, miyangga propaganda qilingan tizim. Sen hammasiga hukumat aybdor, siyosat aybdor, boylar aybdor deb o'ylaysan. Yo'q, ular ham shu tizimning bir bo'lagi xolos. Bu dunyo boshqaruv tizimi xuddi piramidaga o'xshaydi. Tepasida ozchilik, pastda esa milliardlagan odamlar. Va bu piramidaning eng kuchli quroli tank yoki bombalar emas. Bu qurol inson aqli. Avval qullarni majburan ishlatishardi. Endi esa odamni ishontirishadi. Propaganda. Bu majburlamasdan boshqarish. Ko'rinmaydigan yo'l bilan fikr va istakni o'zgartirish. O'tgan asrda Edward Bernays degan bir odam yashab o'tgan. U mashhur psixolog Sigmund Freudning jiyani edi. U shunday derdi: odamlarni kuch bilan emas, his-tuyg'ular orqali boshqarish kerak. Shundan so'ng reklama va siyosat tarixida ilk bor inson ongi qurolga aylantirildi. Bernays ayollar uchun sigaretani erkinlik va mustaqillik ramziga aylantirdi. U bunga erkinlik mash'ali deb nom berdi. Shunchaki sigareta, lekin u erkinlik sifatida sotildi. Ayollar ishonishdi. Chekish ayollar timsoliga bog'liq bo'lib qoldi. Natijada kompaniyalar boyidi. Yana bir misol. Amerikaliklar nonushtada tuxum va go'sht yeyishni odat qilishgan. Bu ham tabiiy emas, bu ham propaganda. Bernays go'sht ishlab chiqaruvchi kompaniyalar bilan birga o'zaro juda ham aloqalari yaxshi bo'lgan va yana birga ishlagan. U shifokorlarga sog'lom nonushta haqida xat yozdirgan va buni propaganda qildirgan. Shifokorlar nonushta to'liq bo'lish uchun tuxum va go'sht kerak degan fikrni ilgari surishgan va buni mediada propaganda qilishni boshlashgan. Gazeta, boshqa joylarda. Bu fikr matbuotda tarqaldi. Shundan so'ng butun xalq nonushta tuxum va bekon deb o'ylashni boshladi va bu odat butun dunyoga yoyildi. Yoki yana bir misol. De Beers kompaniyasi Diamond is forever degan shiorni chiqardi. Ular odamlarni shunday ishontirishdiki, go'yoki sevgi uzukdagi tosh bilan o'lchanadi. Endi shu bo'lmasa sevgi yo'q degan edi. Endi qizlar meniki ham olmosdan bo'lsin degan orzu bilan yashardi. Shuni talab qilishardi. Yigitlar esa shunday uzuk olmasa o'zini past his qilishni boshlardi. Aynan shu propaganda. Odamning xohishini o'zgartiradigan, o'z xohishlariga, o'z sharoitiga qarshi ishlaydigan kuch. Faqat marketing emas, hukumat darajasida ham propagandalar bo'lib kelgan. Bunga natsistlar davridagi propaganda misol bo'la oladi. Ular nima qilgan? Germaniyada odamlarni urushni muqaddas vazifa deb his qilishga o'rgatish uchun har tomonlama miyasini kodlashgan. Kino. Har bir filmda nemislar buyuk, yahudlar yovuz degan asosiy fikr yashirin bo'lgan. Abadiy yahudiy degan filmda yahudiylar hasharotga o'xshatilgan. Maktab darsliklari bolalarga biologiyada irqiy ustunlik haqida dars o'qitishgan. Radio. Har bir uyda radio bo'lishi majburiy qilingan. Har kun Gitlerning nutqlari yangrab turgan. Bu uyga kirgan ko'rinmas diktator edi. Qahramon obrazlari, har o'ldirilgan askar xalq uchun jon bergan muqaddas sifatida ko'rsatilgan. Shunday qilib, o'lim shon-shuhratga aylantirilgan. Natijada xalq o'ylamaydi, his qiladi. G'azab, faxr, dushmanlik shular orqali millionlab odamlar harakatga keldi va halok bo'ldi. Sizni bir narsadan ogohlantiraman. Propaganda bu yovuzlik emas, bu qurol. U bilan odamni yo aldash, yo uyg'otish mumkin. Yomon qo'lda u xalqlarni qul qiladi, lekin to'g'ri qo'lda
u xalqlarni ozod qiladi. Tarixda bunga misollar ko'p. Masalan, Ikkinchi jahon urushida Amerikada Victory Gardens degan g'oya bo'lgan. Propaganda orqali odamlar uylarining orqasida sabzavotlar ekishgan, urushdagi askarlarga yordam sifatida oziq-ovqat yetkazishgan. Bu ham propaganda edi, lekin ezgu yo'lda. Yoki Sovet davrida likbez, savodsizlikka qarshi harakat. Bu ham propagandaning ijobiy shakli edi. Xalqni o'qishga, bilim olishga undash uchun ishlatilgan juda ham zo'r propaganda. Shunday ekan, propaganda o'zi yovuz emas. Masala uni kim ishlatayotganida. Qo'lingdagi pichoq bilan sen non ham kesishing mumkin yoki odam ham o'ldirishing mumkin. Farq niyatda. Afsuski, bugun Bernaysning usullari algoritmga o'tgan. Endi reklama emas, telefonning o'zi seni boshqaradi. Instagram, TikTok, YouTube bu axborot manbasi emas, bu his-tuyg'ularni shakllantiruvchi tizim. Ular senga nima qilishni emas, nima xohlashingni o'rgatadi. Sen har kuni o'zingga o'xshash, lekin baribir senga o'xshamaydigan insonlarni ko'rasan va asta-sekin o'zingdan norozi bo'lishni boshlaysan. Bu ham propaganda. Fikr bilan emas, his bilan ishlaydigan zamonaviy qurol. Yo'q, men bundan mustasnoman deysanmi? Qara. Senga bir marta emas, 10 martalab bitta narsaning reklamasi chiqsa va bu ong ostingda aylanishni boshlasa, u haqida ma'lumotlar berishni boshlasa, sen istamasang ham, istasang ham buni ko'rishga majburlansang, mana shu propaganda. Sen istamasang ham bu narsaga moyilliging ortib, oshib boraveradi. Hamma tanlov erkinligi haqida gapiradi, lekin tanlov faqat ko'rinish uchun. Senga ikkita kandidat ko'rsatiladi, lekin ikkisi ham tizimga xizmat qiladi. Senga 100 xil telefon modeli ko'rsatiladi, lekin ularning hammasi bitta zavoddan chiqadi. Bu tanlov illyuziyasi. Senga tanla deyishadi, lekin asli tanlov allaqachon qilingan. Dunyo seni pul orqali o'lchaydi, lekin aslida pul bu vaqt. Har bir dollar yoki har bir sent sening hayotingning bir daqiqasi. Har bir xarid sening umringdan kesilgan bo'lak. Telefon, mashina, kiyim bularning barchasi vaqtingning narxi. Sen tovar sotib olasan, lekin o'rniga vaqtingni yo'qotasan. Boylar esa aksincha vaqtni sotib oladi. Kambag'allar esa uni sarflaydi. Tizimni yiqitish kerak emas, uni tushunish kerak. Chunki u sening atrofingda emas, ichingda yashaydi. Tizim sening qo'rquvingda, tizim sening dangasaligingda, tizim sening ertaga boshlayman degan bahonangda yashaydi. Shunday ekan, tizimni yengish uchun hukumatni emas, o'zingni yengishing kerak. Haqiqiy inqilob bu ongingdagi o'zgarish. Dunyo o'zgarishi uchun sen uyg'onishing kerak. Senga kerak bo'lgan narsa na pul, na kuch, faqat ong va jasorat. Bulardan keyin pul ham, kuch ham senga kelaveradi. To'xta. Bir lahza sukut qil. Telefoningni qo'y. Atrofingga qarab, o'zingdan so'ra. Men yashayotgan hayot aslida menga tegishlimi degan savolni o'zingga ber. Agar javob yo'q bo'lsa, demak sen uyg'onding. Endi orqaga yo'l yo'q. Endi sen ko'rding. Endi sen bilasan. Va eng muhimi, tizim biladi. Sen endi qo'rqmaysan. Chunki ular har bir insonni boshqara olishmaydi. Ular shunchaki ommani boshqarishadi. Shunchaki ommadan chiqish bu tizimdan chiqish. Lekin harakat juda ham kuchli bo'lishi kerak, chunki butun hayoting davomida seni bu narsa bilan boqishdi. Endi u narsadan chiqish uchun kurashishing kerak. Ilm olishing kerak, anglashing kerak. Tizim faqat bilmagan odamni boshqaradi. Sen bilsang, u kuchsiz. 99% odam hali uxlayapti. Eng qizig'i ular o'zini uyg'oqman deb o'ylaydi. Hayotni naqadar chiroyli va kattaligini ular aqliga ham sig'dira olishmaydi. Ular senga qarshi chiqishadi, to'g'ri-da, chunki ular butun hayoti davomida shu bilan to'yintirilgan. Ya'ni ularga shu narsalar propaganda qilingan. Lekin uyg'onish bir odamdan boshlanadi. Ehtimol bu safar shu odam sen bo'lasan. Men shu tizimga qarshi chiqayotgan insonman, chunki men haqni bilaman va haqni aytishdan qo'rqmayman. Meni bitta gapim bor. Chiyillab 100 yil yashagandan ko'ra
bir marta haqni aytib she'rday na'ra tortib o'lgan yaxshi. Men seni uyg'otishga harakat qilyapman, lekin senda xohish bo'lmasa buni bari befoyda. Birta dars yoki bitta video orqali butun hayoting o'zgaradi degan fikrda bo'lsang, adashasan. Senga bu narsalarni tiqishgan, senga bu narsalarni yillar davomida singdirishgan. Bundan chiqish xuddi klayga yopishib qolgan qo'lingni uzish bilan bab-baravar. Eng asosiysi bu kley juda ham baquvvat. Lekin meni ham bu klayga nisbatan qo'llayotgan choralarim juda ham baquvvat. Sen men bilan birga bo'lishing kerak. Sen anglashing kerak. Ongingni har bir nuqtasiga, har bir ko'rinmas eng chuqur nuqtalarga propagandani qanday ishlayotganini tiqishimiz kerak. Shuni anglashing kerak. Agar bu tizimni qanday ishlayotganini tushunsang, xuddi PlayStation'da o'yinni qanday o'ynashligini bilgan misol yutishni boshlaysan. Agar sen o'yinni o'ynashni bilmasang, yutqizishing aniq va muqarrar. Hayotingni o'zgartirish o'z qo'lingdaligini tushunish uchun Telegram kanalga o't. U yerda sen uchun testlar berilgan. Testlardan o'tishing kerak, tushunishing kerak. Haqiqatan ham matritsadamisan, qayerdasan va qaysi leveldasan, qaysi darajadasan. Shuni o'zingga bilib ol va kanalga podpisatsiya qilasan, podpisatsiya qilmaysanmi, bu sening qaroring, bu seni hayotingni o'zgartiradi, meniki emas. Men shu yo'ldan chiqib insonlarni uyg'otishga harakat qilyapman. Chunki men ham boshqalarga o'xshab, qo'y, meni ham o'zimning hayotim bor, nima qilaman desam bo'ladi, lekin bu narsani tanlay olmadim. Chunki mening hayotda missiyam bor. Seni o'zimdek o'zgartirish. Bu senga qanaqadir dabdabali, qanaqadir noreal tuyulishi mumkin, lekin bu sening ichingdagi kirlikdan bo'lishi mumkin. Chunki haqiqiy inson boshqa insonlar haqida qayg'uradi. Ularni o'ylaydi. Hozir bizni shunday qilishdi. Birovni o'ylama, birovga yordam berma. Bu ham aslida propaganda, lekin inson insoniylik qilganda boshqalarni ham o'z o'rnida ko'ra oladi. Boshqalarni ham yomon holatini o'zgartirishga harakat qiladi. Mendan harakat shu. Oxiridagi gapim, bu propaganda juda ham massiv ishlaydi. Agar biz ham ko'p bo'lmasak, ovozimiz hech qayerga chiqmaydi. O'sha uchun birlashish kerak. Ilm olish uchun birlashgan insonlarni to'xtatib bo'lmaydi. Bizdan zafar esa Allohdan.